Oxirgi payt videolarimni kommentariyasida shunaqa gaplar ko'payib qoldiki, sen nima aldayapsan, o'z aslida sen ko'rasan, prosta bizni aldab yuribsan odamlarga deb. Qarang endi do'stim. Qanaqadir nima qiladi, ko'rmaydi degani bu hech narsa qila olmaydi degani emas. Siz qilayotgan ishni biz 80% qila olamiz. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, biz davom etamiz. Xullas qarang. Mana biz siz qilayotgan ishni bemalol qila olamiz, lekin ko'rmaymiz. Qilayotgan ishimizni ko'rmaymiz, lekin qilayotganimizni bilamiz masalanda. Ba'zi bittasi yozyapti har doim Instagramdan. Negativ yozmanglar, baribir ko'rmaydi deyapti. Xo'p, ko'rmayman, lekin mana telefonda shunaqa gapiradigan programma bor, lekin bu sizda nimalaringizni, kommentlaringiz hamma YouTube, WhatsAppda o'qib beradi. Shunaqa do'stlar. Men asli maqsadim bu pul shillash, nima qilish emas. Maqsadim bu sizlar, masalan, sizlardaqa odam yoki sog' odamlarga ko'z ojizlar biz nima qila olamiz, sizlar qilayotgan ishlar deyarli 90% ni qila olishimiz haqida shuni yetkazib berish do'stlar. Obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Rahmat. Kuzatib borishda davom eting. Biz hech kimni aldamaymiz. Masalan, men kimdirdan pul yoki nimadir so'ramayman. Rahmat hammaga.